Halol luqma. Topib kelayotgan pulimizga yigitlar juda qattiq e'tibor beraylik. Mayli zo'r yegizmaylik. Zo'r kiyintira olmagan bo'laylik. Muhimi halol yegizaylik. Inshaalloh kam bo'lmaymiz. Shuning uchun ko'p olib kelmang uyga. Katta olib kelmang, mayli. Muhimi halol olib keling. Farzandlarimizdan ilmli odamlar chiqishini omillarda yana bittasi Imom Zarnuji Ta'limul Mutalimda yozadi. Olimlarni hurmat qil. Izzat ikrom qil ahli ilmlarda. Xizmatini qil, hadiyalar ber, shunda bolalaringdan ilmli odam chiqadi deydi. Agar bolalaringdan chiqmasa, nabiralaringdan chiqadi deydi. Otalar, bolalarimizni ilmli bo'lishiga biz bir yo'l yaratib beraylik. Halol olib kelaylik, halol yegizaylik va ahli ilmlarni hurmat qilaylik. Inshaalloh kam bo'lmaydi bolalarimiz. Siz bilan bizdan bo'lmasa, bolalarimizdan bo'lmasa, nabiralarimizdan